Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasi Amerika Avom palatasida ma'qullandi. Turkiyalik qomusiga 15 Uyg'ur turkiylik kirgizildi. Yىغىۋېلىش لاگىرلىرىدىكى tan jazosі ئۆيىگە دائىر sin ko'rinishi oshkorlandi. Eng kuchli tayfun bo'roni Tokioga hujum qildi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizdan tafsiliy mazmunlarda bo'lsin. 15 oktyabr kuni Amerika Avom palatasi Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasini butun ovoz bilan ma'qulladi. Avom palatasi shu kuni yana birdek holda Hong Kongga aloqador ikki loyiha va bir qaror ma'qulladi. Amerika Avom palatasi raisi Nancy Pelosi muzokara yig'inida so'z qilib, Cumhuriyetchilar partiyasi bilan Demokratchilar partiyasi Hong Kong xalqining demokratik ko'rishini birdek qo'lladi. Agar Amerika iqtisodiy manfaat sababli Xitoyda kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi o'tirib chiqmaydigan bo'lsa, xalqaroning har qanday yerda kishilik huquq krizisiga aralashish huquqini va imtiyozini yo'qotadi. O'tgan 10 yil ichida Xitoyda kishilik huquqi munosabatli temalar savdo manfaatini chiqish qilgan holda davomlashdi. Amerika qimmat qarshini savdo manfaatining qurboni qilsa, ro'yitimizni pulga sotgan bo'lamiz. Xitoy Kommunistik partiyasi Hong Kongda demokratik erkinlikni bostiryotdi. Tibetlarning madaniyatini yo'qotishga urinayotdi. Uyg'urlarning til va madaniyatini yo'qotish uchun 3 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonlarini lagerga soladi deganlarni bildirdi. Hong Kong kishilik huquq qonun loyihasida tövəndikidek muhim 3 mazmun ta'kidlangan. Birinchi, Hong Kongning o'z-o'zini idora qilish haqida yillik tekshirish olib berib, Hong Kongning Xitoydan farqli holdagi alohida siyosiy muhitdan bahramon bo'lgan yoki bo'lmaganligini bekitish. Ikkinchi, Hong Kong xalqining o'zini idora qilish huquqiga, kishilik huquqiga ziyonkashlik qilgan kishilarning Amerikaga kirishini cheklash hamda Amerikadagi mol-mulkini to'ng'itish qatorliq usullar bilan jazolash. Uchinchi, Xitoyga qarshi kurashlarga aktiv qatnashgan sababidan delil turg'izilgan kishilarni himoya qilish. Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasi Kengash palatasida ma'qullangandan keyin prezidentning imzolashi bilan rasmiy qonun sifatida kuchga ega bo'ladi. Erkin Asiya radiosi xabari. Turkiyadagi eng chong nashriyatlardan biri hisoblangan Oqchoq nashriyati tomonidan nashr qilingan Turk dunyosi turkiyliklar nomli qomusga 15 Uyg'ur turkiylik kirgizilgan. Ma'lum bo'lgandek 1991-yili Sovet ittifoqi yemirilib, O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlari mustaqil bo'lgandan keyin Turkiya turkologiya tadqiqotining markaziga aylanishga boshladi. Hozirgacha bo'lgan 28 yil jarayonida Turkiyada turkologiya to'g'risida ko'p sonda ilmiy muhokama yig'ini ochildi. Universitetlarda ochilgan turkologiya fakultetlarining soni ko'paydi. Turkiya til tadqiqot idorasi, tarix tadqiqot idorasi va boshqa cho'ng kichik nashriyatlar ko'p sonda kitob, lug'at va qomuslarni nashr qildi. Yaqinda tunilgan turkolog Elazığ shahridagi Fırat Universitetining professori Ahmad Boran apandi bosh tahrirligida tayyorlangan Turk dunyosi turkologlar nomli qomus O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlari va har qaysi davlatlar turayotgan turkologlardan bo'lib 430 tilshunos turkolog kirgizilgan bo'lib, Anqaradagi Oqchoq nashriyat tomonidan nashr qilindi. Qomus 2 tom, jami 1280 betdan tarkib topgan bo'lib, Uyg'urlardan 15 kishi kirgizilgan. Bular marhum Ibrohim Mutii, Emin Tursun, Turdi Ahmad, Hoca Ahmad Sadiqasov, Mirsulton Osmanov, Hamid Tömür, Tursun Ayub, Letip To'xti, Arslan Abdullah, Abduraup Polat, Muhabbat Qasim, Xoliq Niyaz, Amina G'appar, Nasrullah Yo'lboldi va Sultan Mahmud qatorliq tilshunoslardan iborat. Mazkur qomusda bu 15 Uyg'ur tilshunosining qisqa tarjimali, yozgan kitoblari, maqolalariga o'rin berilgan. Bularni İzmir'dagi Eğe Universiteti professori Olimjon Inoyat apandi, Anqaradagi Hoji Bayram Vali Universiteti Uyg'ur tili o'qituvchisi Aysun Demizar Güneri xonim va İstanbul Universiteti hozirgi zamon turk tillari va adabiyotlari fakulteti o'qituvchisi Rahila Qashqarli xonimlar tayyorlagan. Xitoyning Sharq Turkistonda jazo lagerlari qurib, Uyg'ur va boshqa millatlardan bo'lgan millionlagan kishini qamab qo'yishi va ularning haq-huquqlarini dafsanda qilishi xalqaro jamiyatning diqqatini tortgan edi. Yaqinda to'rda e'lon qilingan bir qisqa videoda yىغىۋېلىش lagiridagi qiyin qistoq uyga doir ko'rinishlar oshkorlandi. Bundan burun Xitoy garchi bir qism chet el axborot vositalari va muxbirlarni lagerga ziyoratga o'rlashtirgan bo'lsa-mu, oldin o'rlashtirilgan sahnalarni ko'rsatib, ko'z bo'yamchilik qilib kelgan. Avstraliyalik Uyg'ur faoliyatchi Arslan 11 oktyabr Twitter hisobida yىغىۋېلىش lageriga doir bir qisqa video e'lon qilgandan keyin Uyg'ur masalasini yaqindan ko'zitib kelayotgan mutaxassis Verilman bu sin ko'rinishini tarqatdi. Uning tonishtirishicha Xitoy doiralari Xitoy muxbirlarga bir yىغىۋېلىش lagerini ziyorat qildirgan. Qiynash uyimiz ziyorat qilingan. Videoda ko'rsatilishicha bir turma saqchisi har qaysi kameralarning ahvolini tonishtirayotgan bo'lib, bir uyda yer va tomlarga har xil qiynash asboblari tizilgan. Yana bir kamerada 2 dona yepiq shakllik, egizligi taxminan 1 metr, kengligi 50 sm bo'lgan hayvon qapisiga o'xshab ketadigan jazo kamerasi alohida elingan. Tasavvur qilishga bo'ladiki, bu yer tutqunlarni uzun vaqt qamash orqali vahshiylarcha qiynash uchun ishlatiladi. Egilinishcha Sharq Turkistonda ba'zi turmalarda tutqunlar yer osti 20 metr cho'nqurlikdagi kameralarda qapasga solab qo'yiladigan bo'lib, bu jarayonda tan jazosi va xo'rlash uchirgan. Ba'zi kishilar majburiy o'kul urilgan, noma'lum dorilar ishkizilgan.
Kanadalik sobiq Osiyo Tinch okean ishlariga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri David Kilogor bilan xalqarodagi kishilik huquq advokati David Matas uzun mezgil XKPning organ atkazchilik haqida mustaqil tekshirish ilib borgan bo'lib, yig'ivelish lagerida yuz berayotgan ahvollardan nihoyat andish qilib, ko'plagan isbotlar Xitoy hukumatining organ elish uchun odam o'ldirish kasbi bilan shug'ullanayotganligi, Falun Gongchilar Uyg'urlar eng chong ziyonkashlik uchirg'ish ekanligini bildirgan. 19 nomerlik tayfun bo'roni Hagbes 12 oktyabr kuni kechda Yaponiyada quruqlikqa chiqib, zo'r ko'lamda buzg'unchilik paydo qilib, hozirgacha 35 dan ortiq odam o'lgan, 24 odam yo'qolib ketgan, 370 mingdan ortiq aholining to'ki to'xtab qolgan. 13 oktyabr kuni saharda Hagbes Yaponiyaning sharqidagi dengizda mo'tadil belbog' siklonga o'zgargan bo'lib, Hagbes Yaponiyaning poytaxti Tokiodan o'tib, shiddatli bo'ron chapqon paydo qilgan. Tokioning yo'llarini suv besib, daraxtlar o'rilib tushgan. Kelkun kelib aholining uylarini suv besib ketgan. Yaponiyadagi nurg'un yerlar og'ir ofatga uchrab, nurg'un daryolar xotirlash boshlangandan buyangi eng yuqori suv o'rniga yetgan. Yaponiya havo roy nazoratining amaldori bu 60 yildan buyon Tokioda ko'rilgan eng kuchli tayfun bo'roni degan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.